Assalomu alaykum qadrdonlar, azizlar. Bugungi videomizda biz Minecraft uchun yaxshi kam FPS yeydigan shaderni ko'rib chiqamiz, azizlar. Minecraftda shader bilan juda o'ynash yaxshi, suvlar o'zgaradi, quyosh boshqalarni juda chiroyli qilib beradi. O'zingiz ham bilasiz, buni ortiqcha to'xtalib o'tish shart emas. Lekin kompyuteringiz yo notebookingiz yo kompyuteringiz yaxshi emasmi? Yo shaderni yaxshi ko'tara olmaydigan bo'lsa, sizlarga mana bu shaderni maslahat bergan bo'lardim. Mana bu Zip-Zap shader. Zip-Zap shader. Zip-Zap shader. Mana shuni. Mana. Nimaga buni deyapman? Chunki bu shader juda qulay. Suvni ko'rinishlari ham yaxshi, kompyuteringiz uchun juda yaxshi. Bemalol ko'taradigan, o'sha qiladigan yaxshi shader. Demak, avvalambor buni o'rnatishni o'rganib olamiz. Mana bunday qilib, T-launcherga kelib, mana o'ng tarafini T-launcherni mana ustiga bosasiz bitta. Keyin sichqonchani o'ng tarafini bosib turib, расположение fayliga kirasiz. Sekin tepaga ko'tarilasizda, shader pack'ni ko'rtiribsizmi? Shu anaqani ochasiz, pak'ni. Va shaderni solasiz. Shaderda soldik. Bu shaderda albatta bir narsa aytib o'tay, Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Albatta Telegram kanalim описанияda yoki anda bo'ladi. Kommentariyada bo'ladi. Xo'p, demak, endi esa hozir endi yuklaganim uchun Minecraftdan bitta chiqib qayta kiramiz. Hozir mana azizlar Minecraftga kirib oldik. Sizga yana bir narsani aytishni unutibman. Agar shader bilan o'ynamoqchi, shader modlar bilan o'ynamoqchi bo'lsangiz, albatta Forge Optifine versiyani yuklab oling. Chunki faqat shaderlar faqat Optifine versiyada ishlaydi. Shuning uchun Forge Optifine versiyani yuklab oling. Xo'p. Demak, birinchidan qarang, mana buni sizga o'rgatib o'taman. Nastroyki, hozir inglizcha qilib olay, o'zimga qulay bo'ladi inglizchada. Xo'p, ingliz. Qani inglizcha? Abone. Shakespeare English. English United Kingdom. Tamam. İşte. Albatta sizlardan yana bir narsani iltimos qilaman. Iltimos azizlar, kanalga obuna bo'lib, hoziroq kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Hoziroq bosib qo'ying, like va obuna tugmachalarini. Va biz videoda davom etamiz. Xo'p, mana inglizcha holatda turibdi. Albatta optionsga kiramiz. Undan keyin mana shu yerlarni yozib olasizmi, yuklab olasizmi, screenshot qilasizmi bilmadim. Qarang. Shu yerdan video settingsga kiramiz. Mana buni boshlanishiga qarang. Fastga qo'yamiz. Fast boshlanishiga. 6 ta changdan yuqoriga qo'ymang. 6 ta changdan. 6 ta chang bo'ladi. Agar juda bo'ladigan bo'lsa, 5 ta 4 taga qo'ysanglar bo'ladi, lekin 6 ta normal. View bobbing endi keyin esa mana shuncha, mana bu minimum, mana bu smooth whitening minimum tursin. Minimum tursin va shadersga kiramiz. Mana Zip-Zap shader turibdi. Mana bu yerni ham yaxshilab qarab oling. Render quality-ni 0.9 ga qo'ying. Shadow quality-ni ham 0.9.
hand debs 1. Old hand light'ni off, old lightingni default qo'ying. Mana shularni qo'ying. Mana control mana default old lighting default turibdi, controlled by the shader pack. Shader packni anaqa qilish uchun yordam beradi, kontrol qilish uchun. Shader options ga kirib, yo'q, bu yerda turaversin, yerga tegmang. Bo'ldi, mana shularni yaxshilab screenshot qilib oling, yo'q bo'lmasa boshqa qilib oling. Mana sizga biroz vaqt beraman screenshot qilib olishingiz uchun. Mana dan. Hop, single player. Endi tekshiramiz. Sayohatga kiraylik. Mana shunisi yaxshiroq. Dunyoning ma'lumotlari o'qilmoqda. Albatta, bu shader asosiysi kam FPS edi. Shunisi bilan ajralib turadi. Kompyuterdan chiqayotgan ovoziga, mana bu chiqayotgan ovozga e'tibor bermang. Menda doim shunaqa, chunki kompyuterim u darajada kuchli emas. Mana qarang, qanday ajoyib. Boshlanishiga mana 51 ga 28, 45, mana to'xtang. F3. Mana 43 ga yetdi, 49 ga yetdi, 46 29. Mana 32 22, 31 21, 42 FPS, 48 FPS, 45 FPS, 47 FPS ko'ryapsiz mana. Hozir nima uchun FPS menda yaxshi ishlamayotganini, FPS ni kam yeyotganini aytadigan bo'lsam, chunki menda hozir zapis ketyapti. Shuning uchun video olyapman. Shuning uchun biroz FPS 30 dan tushmaydi shuning uchun. Hop, 30 FPS qarang mana. Hop, F3. Mana. To'xtang, kunni o'zgartiraylik-da, sizlar uchun qulay bo'lishi uchun. Hop, time set day. Xohlasangiz mana shunaqa kod yozishlarni ham o'rgataman. Hop, uzr, mana bu narsa bizga taalluqli emas. Bo'ldi. Xullas, mana boshlanishiga 30 FPS. Mana suvning ko'rinishi yaxshi holatda turibdi mana. Mana bu shu hozir fancy holatda turgani bilan shuncha mana 40 FPS ga ko'tarilyapti. 39, 42 FPS, 42, 47. Xullas mana qarang endi. Agar sizga bemalol 60 ga 58 chiqib tursa, demak siz kompyuteringiz umuman qiynalmasdan shaderni ko'taryapti va qiynalmayapti. Qarang endi shunaqa 60 ga 58 chiqqan payt qilib hozir 5 daqiqa yana optionsga kirasiz. Video settingsga kirib mana shuni 5 ta chang qilingda, grafiksda agar ko'tarsa hozirroq fancy qilib qo'ying mana. Mana ko'rdingizmi? Hozir mana 59 ga 35 ana. Demak, ana 60 ga 47, demak meni kompyuterimga shu qulay mos tushdi mana. F3 mana bu yerni ko'ryapsizmi? Mana bu yerni FPS yozilgan, to'xtang, bu yerda yaxshi ko'rinmaydi. Mana chekida turibdi. Eng burchakda 53 ga 31, 54 ga 30, 60 ga 50, 59 ga 32, 55 ga 31. 50lar atrofida ishlayapti. Bu esa juda yaxshi degan, mana qarang. Qanday yaxshi mana. Suvning anaqani nima deydi? FPS ni ko'tarish uchun chanklarni bitta tushirdim. Yana mana qarang. Mana suvning ko'rinishi ham juda chiroyli mana. To'lqinlar ko'rinib turibdi. Mana daraxtlar. Mana daraxtlarning qimirlashiga e'tibor bering, o'tlarning qimirlashi. Quyosh mana dumaloq shaklda turibdi. Yorug'likka e'tibor bering mana. Soyalar. Mana soyalarga e'tibor bering mana bu yerda mana. Mana. Qarang.
uzr, meni hozir sichqonchamni tagida gilamchasi bo'lmagani uchun shunaqa bir ikkita muammolar yuzaga kelmoqda. Xullas, mana ko'rib turibsiz o'zingiz. Juda ham yaxshi mod. Uzr, ming bor uzr. Chalkashib ketdim. Juda yaxshi sheydir mana. Suvga biroz nimagadir yaxshiroq. Shaffof emas, qandaydir g'alat qilib ishlangan, lekin buni sababi bor o'zgarishi mana. Yomon emas. Kompyuter e'tibor bermaysiz ovozlarga, o'sha doimgidek bemalol yuklab olishingiz mumkin. To'xtang. Hozir bir yana bittani ko'ramiz hozir. Options qilib, video settings qilib, shaders, mana buni shadow quality, render quality ni yana bitta ko'tarsak, nechiga chiqadi? Hozir. Buni qilayotgan birga chiqdi. Dan. Bektigan. Va FPS'imiz 57, 56, 56, 58, 57, 34, 59, 39, 58, 32, 59, 39, 58, 35, 59, 40. Demak, normal holatda ishlayapti mana. Ko'ryapsizmi? Render quality bilan birga default normal holatga keltirganimda qanday mana. Qarang, qanday shader bilan baribir boshqa-da mana. Qarang, quyoshning nuri, shu'lalar. Ajoyib, shunchaki ajoyib va g'aroyib. Daraxtlarni qimirlashiga bir e'tibor bering. Ajoyib. Shader bilan baribir boshqa. Bemalol kompyuteringiz ko'taradi. Men keyin video yozayotganim uchun ham biroz qotyapti. Video yozmayotgan paytim doim 62-58 bo'lib ishlagan video yozmayotgan paytim. Hozir video yozayotganim uchun sen nima qilyapsan bu yerda? Meningdan tez keting. Uzr, lekin bo'ldi. E'tibor bermaysiz sal mana. Suvni qimirlashga qarang mana. Qalay, zo'rmi? Mazzami? Mazza. Shader bilan boshqa baribir. Zapis yozmayotgan, o'sha video yozmayotgan paytim 62-58 ishlaydi mana. Hozir ham juda yaxshi holatda. 29 FPS yomon emas. Chunki bu yerda hozir bitta yana ekran yozuvchi ilova ham bo'lgani uchun normal. Optifine. Mana shunaqa. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetmoqda. To'xtang yana. Bo'ldi. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Qishloqqa xayrlashib qo'yishing kerak albatta. Bu qishloqqa shunchaki qochib keta qoldi. Mana suvga yana bitta e'tibor beramiz. Suv yanada shaffoflashdimi? Yo'q. Suv shaffoflashdimi yo'qmi? Menimcha shaffoflashmadi. Xullas, mana bu hozir anaqalarni, ba'zi narsalarni tushirilgan holatda turibdi. Juda yaxshi holatda. Suv yarqirashini qarang, mana quyosh tushayotgan joyini yarqirashini. Juda yaxshi sheydir. Bemalol kompyuteringizda Minecraftni mana qotadi, birda bir qotadi, lekin bemalol o'ynaysiz. Siz albatta hoziroq kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Chunki hali Slime Boy MS'ning kanallarida hali ko'plab videolar bor. Bundan oldingi videolarni ham albatta ko'rib qo'ying. Siz uchun foydali bo'ladi. Shu yerda esa o'z videomiz o'z yakuniga yetadi. Mana bu qishloqlarni esa sevgi yoki bir-biri bilan gaplashib turishibdimi, men ularning o'rtasiga kelib ularni buzaman. Ey qishloqlar, xayrlashib qo'yinglar. Nega men qochib ketaveradi bular? To'xta, bittasi bilan xayrlashtiraman. Mana bilan. Xayrlashib qo'y qishloqqa. Tavba. Ular kuruk bo'lib qayoqqadir aylangani ketishmoqchi shekilli. La'nat qishloqqa qolsa. Ular shunaqa azizlar, mana bu tovuqlar. Mana bular tovuqlar, to'xtang, bularga hozir men dom berish
kelinglar, bu yoqqa kelinglar. Hop. Hop, mana bu katta bo'ladi aytgancha. To'xta, mana menga ko'proq berish kerak. Shunday tezroq katta bo'ladi ana. Kichkinagina. Qani to'g'ri. Mana. Ana narigi bolasi to'xta. Ana katta bo'l. Ye. O'xshamadi. Bo'pti. Ulasizlar, videoni cho'zib o'tirmayin. Barchangizga kattakon rahmat. Yana o'sha muammo. 1000 bor kechirasizlar, 1000 bor uzrasizlar. 1000 bor uzr so'rayman. Yana o'sha muammo internet muammo bo'lib turibdi. Ba'zida do'konga chiqqan paytda biror joyda Wi-Fi dan foydalanib turibman. Bu yerda hozir mening internet muammo, shuning uchun skinim yo'q. Albatta keyingi videolarda bo'ladi. Sizlar bilan slime boy bo'ldi. Albatta kanalga obuna bo'lib, like tugmachalarini hoziroq bosib qo'ying. Bosib qo'yish esdan chiqmasin, chunki siz qancha ko'p like bossangiz, videolar shuncha tez va yaxshiroq chiqadi. Xayr, salomat.